Siz keldingizmi? Ha, keldim. Shu yerdaman. Nega? Nimaga buncha dovdiryapsan? Nega aka? Aytyapman-ku, gaplashib olishimiz kerak. Aka, men hozir chiqa olmayman, ish qilyapman. Menga qara. Ko'pam asabimni buzma. Yoki o'zim kirib boraymi o'sha zodagonlarning uyiga. Alo, eshityapsanmi meni? Yo'q, aka, unaqa qilmang. Unda tezroq chiq. Aka, hozir ularga nima deb chiqaman? Keyin shundoq ham Akbarni tobi yo'q. Ularning yonidan bir qadam ham keta olmayapman. Shundoq ham hamma menga shubha bilan qarayapti. Nima uchun shubha bilan qaraydi? Doktor Akbar nima bilandir zaharlangan deb aytdi. Hali javobi yomon chiqsa boshimiz baloga qoladi. Hech narsa bo'lmaydi. Xavotir olma, bu dori analiz natijalarida chiqmaydi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Xo'p aka, oldimga odam kirib chiqib yuribdi. Keyin gaplashaylik, xo'p? Yaxshi. Qani mendan qochib yuraverchi. Hali ko'ramiz yana qachongacha davom etarkan bu narsa. Aka, yana boshladingizmi? Nega sizdan qochaman? Bo'pti, ishingni qil, ertaga gaplashamiz. Xudoga shukr. Akbarjon, bolam. Nimaga turib olding? Nimaga jimsan, o'g'lim? Ketamizmi, Akbar aka? Qayoqqa ketyapsizlar? Men Samira bilan ketyapman. Bu uydan sizlardan ketyapman. Voy, hazillashyapsanmi, o'g'lim? Bu nima deganing? Qayerga ketasan? Uzoqlarga. Sizlar topolmaydigan joyga ketamiz. Ahmoqona gaplarni yig'ishtir, o'g'lim. Sen hozir oilangdan voz kechib ketmoqchimisan? Endi meni oilam Samira. Akbar, o'g'lim, hazillashma. Xayr, oyi. Biz ketamiz. Mendan rozi bo'ling. Akbar, bolam. Akbar. To'xta, bolam. Ketma. Iltimos, qayt orqangga. Akbar. Xudoyim. Astag'firullah. Astag'firullah. Tushmagan. O'g'lim. Bo'lishi mumkin emas. Farida opa. Farida opa, tursiz-chi? Eshityapsizmi, Farida opa? Iltimos, uyg'oning. Gulnora, Haligi Akbarjon. Akbar. Nima gap? O'g'limga nima bo'ldi? Haligi anu Akbarjon. Gapirsang-chi. Yo'q, oldida hech kim yo'q. Ahvoli-ku yaxshi. Sal avval uyg'ongandilar. Faqat shu eplab bo'lmayapti. Janjal ko'taryaptilar. Nimaga janjal ko'taradi? Xotinimni chaqir deb tinmay baqiryaptilar. Tinchlantirishga urinyapman, lekin eshitgilari kelmayapti. Xotinini so'rayapti. Xonim, o'zingiz yuring. Men ularni tinchlantira olmayapman. Dadasi qayerda o'zi? Bilmayman. Xo'jayin ko'chaga chiqqandilar shekilli. Ertalabdan qayerga ketadi? Bo'pti, yurchi, yuring. Samira! 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 Qanisan? Samira qani?
Samira! Samira! Eshikni ochinglar! Oching eshikni! Nima bo'ldi? Voy! Voy bolam, voy xudoyim, voy bolajonim. Voy, nima bo'ldi? Tura qol. Tur o'rningdan. Samira! Turing. Senga nima bo'ldi? Samira qani? Voy, voy Gulnora yordam ber. Oyi! Bo'ldi, Akbarjon, bo'ldi. Akbar. Samira! Bolam bo'ldi. Tinchlan, tinchlan. O'tirgin. Yo'q! Samira Akbar, qani? bo'ldi, Akbar. O'tirib ol. O'tirib ol, o'zingni bos. O'zingni bos. Men onangman. Hozir keladi o'g'lim, bo'ldi. Mana, ozgina tinchlan. Yo'q, yo'q, ichmayman. Ma bolam suv ichib olgin. Ich, ich. Ma ol. Samira qani, oyi? Bo'ldi bolam, bo'ldi, qo'y. Qo'y shu xotiningni bolam. Yo'q, oyi, Samira. Xotinim qani? Xotinim qani? Samira. Dadajon, assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat qizim, o'zingchi. Yaxshiyam gapmi? Juda ham yaxshi. Nima qilib bu yerda turibsiz? Seni kuzatib, tomosha qilib turgandim, qizim. Qani o'tiring, men choy damladim. Ertalabdan xonamga shunaqangi shirin hid kirdiki, darrov meni Erkatoy qizim nonushta tayyorlayotganini bildim. Va boshqalar tushib yeb qo'ymasin deb birinchi bo'lib uyg'onib tushib keldim. Yo'q, oshirib yubordingiz. Borini aytyapman. Seni qo'lingdan nonushta qilaman deb ataylab vaqtli turdim. Dada, maqtovniyam rosa choyga borasiz-da. O'zimni xuddi Shveysariyaning eng zo'r restorandagi oshpazga o'xshab his qilyapman. Bu haqiqat. Shveysariyaning bosh oshpazlari seni oldingda ipam esholmaydi. Dada, bo'ldi, bunchalik ko'p maqtamang. Keyin ovqatim o'xshamay qolsa, uyalib qolaman. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Oying vaqtli uyg'onardi. Nimagadir turgisi kelmayapti. Bizga ishonib, bemalol uxlayotgandirlar-da, dada. Shunaqa shekilli. Qani? Berchi tayyorlagan taomlaringni. Hozir. Oyi. Men har safar siz yoningizga kelganimda boshqa yig'lamayman deb va'da beraman. Lekin qo'limdan kelmayapti. Sizni juda ham sog'indim. O'zimni deb emas. Endi dadamni deb ham sog'inyapman. Agar siz bo'lganingizda biz hozir bunchalik qiynalmagan bo'lardik. Dadam sizni eshitardilar. Meni ularga gapim o'tmayapti, oyijon. Hozir ahvollari og'ir. Zudlik bilan kerakli choralarni ko'rmasak ko'p yashamaydi, deyapti doktorlar. Oyi. Dadam ham o'lib qolsalar men nima qilaman? Keyin men qanday yashayman? Undan ko'ra men o'lib ketganim yaxshi edi. Nimaga o'zi meni dunyoga keltirgansiz, oyi? Shu azoblar uchunmi? Bir marta sizni yo'qotib zo'rg'a bardosh berganman. Endi dadam ham ketsalar men chidolmayman, oyijon. Bardoshim yetmaydi, buni ko'tara olmayman. Bo'ldi, eshitgin mani jon bolam. Yo'q, siz meni Yo'q bolam, aldayman seni.
Yo'q bolam, nimaga sanal deyman? Biror marta sanal deganmanmi o'g'lim? Ha? Yo'q, xotinimni chaqiring. Akbarjon, namuncha xotinlab qolding a? Nima? O'z onangni ham ko'zlaring ko'rmayaptimi? Oyi, Samira kerak menga. Samira kerak. Bo'ldi o'g'lim. Yo'q, Samira kerak dedim. Tinchlik. Keladi. Voy, xonim, xo'jayin keldilar. Nima gap o'g'lim? Ko'rmaysizmi Nima dadasi? bo'ldi, bolam? O'g'lingiz umuman Menga eplab qara. bo'lmayapti. Dada, Labbay o'g'lim, nima demoqchisan? dada, bilan meni almayapti. Menga ayt, nima kerak senga? O'zing bosh bolam. Senga nima bo'lyapti? Menga qara, sen asabiylashma. Hammasi joyida. Umuman to'xtamayapti dadasi. Gapimni ham eshitmayapti. Javob bolam. Akbar. Nima kerak senga bolam? Ayt. Xotinim qani? Senga xotining kerakmi bolam? Ha, Hozir chaqiramiz bolam. Yo'q, kerak emas dadasi. O'zim tinchlantiraman bolamni. Ey, ovozingni o'chir. Bor nariga tur. Mana hozir ikkalamiz birgalashib xotiningni chaqiramiz. qayerda u dada? Uyga ketgan bolam. Hozir qo'ng'iroq qilamiz, keladi darrov. Ilohi omin, tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Nega hech kim uyg'onmayapti, dada? Yo, biz vaqtli turib oldikmi? Opang bilan pochchang o'zi uyquchi. Oyim doim vaqtli uyg'onardilar-yu. Ochig'ini aytsam, qizim oying keyingi paytlarda umuman uxlamayotgandi. Nimaga uxlamaydilar? Seni o'ylabdi. Bugun seni shu yerdaligingni bilib, xotirjam uxlayapti. Hozir, dadajon. Alo. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. O'g'lim, bo'ldi. Yaxshimisiz Tinchlan. qizim? Bolajonim, bo'ldi. Rahmat, dadajon. O'zingizlar tuzumsizlar? Samira, Yaxshilikka-ku yaxshi. Bilasizmi, kelinsiz hozir zudlik bilan kelmasangiz bo'lmaydi. Samira. Nega tinchlikmi? Bilasizmi, Akbar sizni so'rab qo'ymayapti. Mani. Ha, sizni. Uyg'ongandan beri xotinimni topib beringlar deb janjal qilyapti. Dada, bering, gaplashaman. Mana qizim hozir o'ziga beraman. Mana. Gaplash. Samira, qayerdasan? Nega ketib qolding? Nima, meni tashlab ketdingmi? Iltimos, kel, tezroq kel. Xo'p. Hozir yetib boraman. Xo'p, Ana, ko'rdingmi? Keladi o'g'lim hozir. Bo'ldi, endi tinchlan, xo'pmi? Keladi hozir. xo'p. Bo'ldimi? Azaka. Hoy Azaka. Voy tavba, uxlab yotishini-chi. Hey. Odam mehmonda shunaqa yotadimi? Azaka turing. Voy turing, uyalmaysizmi? Hey, Turing. nega uyalaman? Mehmonga kelgan odam ham shunchalik yotadimi? Turing. Sen joyidan biz mehmon kelganimiz yo'q-ku, o'sha yerda yashayapmiz-ku. Turing dedim. Bo'ling, turing. Nonushtaga tushaylik. Sen xotin meni tinch qo'yasanmi, yo'qmi o'zi? Tinch qo'ymayman. Qachon tuziyroq odamga o'xshab vaqtliroq uyg'onasiz-a? Jonimga tegib ketdingiz. Yashagani qo'y xotin. O'zi otam uyga ko'chib kelamiz deding, mana ko'chib keldik. O'tiroq turing deysan. Sen meni ustim kulyapsan-ku. Voy qaynotani uyida ham shunaqa yotadimi? Turing. Mundoq ertaroq turib, u yoq bu yoqqa qarashsiz bo'lmaydimi? Bo'ling tezroq. Nima? Tushunmadim. Nimalarni bajarayapsan? Tushunmadim. Men bu yerda kuyovman. Tushundingmi? Kelin emasman xizmat qiladigan. Yo'qol bu yoqdan tez bor. Voy, o'zingiz yo'qoling. O'zim uyimdan o'zimmi haydaysiz? Tavba qildim. Voy xudo, boshladim yana minnat qilishni.
Yo bo'lmasam o'zingiz ham odamga o'xshab muomala qiling-da. It haydagandek haydaysiz. Turing. Bo'lmasa dadamga aytaman hozir sizni. Ey, ko'zlarimga qarab ochig'ini ayt. Yeb qo'ydimmi, xotin? Nima? Nima qarayapsan? Jiddiy aytyapman. O'zim bilmay dovdirab xato qilib qo'ydimmikin, ha? Dadajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ketyapman. Qayerga ketyapsan? Uyimga. Nega? Dada, men butunlayga kelganim yo'q. Shunchaki opam chaqirganlari uchun bir kunga kelganim xolos. Ha, buni yaxshi bilaman. Shunchaki ertalabdan ketishing shartmi? Uydagilar uyg'onsin, biroz o'tirgan, nonushta qilib, keyin ketasan. Menga qolsa qolaverardim. Lekin imkonim yo'q. Kuyovingiz meni so'rayotgan ekan. Kecha tobi yo'q edi. Boya qaynotam qo'ng'iroq qilgandilar. Akbar akani umuman eplasha olishmayotgan ekan. Nima, sen eplaysanmi? Men bilmadim. Xotinimni chaqiringlar debdi. Men boray. Mayli dadajon, yaxshi qoling. Mayli qizim. Tez kelib turgin. O'zing bilan birga Akbarni ham olib kelgin, xo'pmi? Sizni yaxshi ko'raman dadajon. Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Bolam, nimaga kayfiyating yo'q? Yo'q, oyi. Kayfiyatim yaxshi. Nima, ovqat yoqmadimi? Yo'q, yo'qdi. Unda nega xuddi urushga ketayotgan odamga o'xshaysan? Sen hozir nonushta qilmayapsan, ovqat bilan urushib o'tirganga o'xshaysan. Oyjon, g'alati gaplarni gapirasiz. Yegin bo'lmasa. To'g'risi-da. Eslaysizmi oyjon, menga har doim tirjayma, kuchli bo'l. Jiddiy bo'l deb ta'kidlab kelardingiz. Nima endi bo'lsa, sizga ko'rinishim yoqmayaptimi? Ko'rinishing yoqyapti. Har doim jangovar holatdasan, o'g'lim. Sizlarni shunday tarbiya qilmasam bo'lmasdi. Bizni baxtsiz qilganlarni baxtli bo'lib yashayotganlarga men toqat qila olmayman. Aytgancha, bugun Shirin bilan gaplashib olishim kerak. Nimani gaplashasan? Akbarning zaharlanishi haqida. Keyin Shirin oxirgi paytlarda juda ham o'zgarib qolgan. Shu haqida gaplashib olamiz. O'zgarishi tayin. Qiz bola shunaqa bo'ladi, o'g'lim. Shuning uchun ham uni yoniga haydovchi yo'llaganman. Lekin xavotir olma. Singling bizni hech qachon sotmaydi. Tez orada o'ziga keladi. Men unga ishonaman. Men bergan tarbiyani hech kim buza olmaydi. Balki shundaydir. Lekin meni sabrim tugayapti. U bilan jiddiy gaplashib olishim kerak. Shirin? Shirin? Xayrli tong. Salom. Va nihoyat sizni topdim. To'g'risi sizni rosa izladim. Qanchalik ko'rishni istaganimni tasavvur ham qila olmaysiz. Tasavvur qildim. Rostdanmi? Lekin bugun uyda ekanligingizni bilgandim. Shu uchun ketmasdan poylab turdim. Yo'q-ey. Yuragingiz sezdimi? Yo'q. Eshik tagida xat qoldirgandim. Qarasam olgan ekansiz. Shunga... Shungamidi? Ha. Nima, xatim yoqmadimi? Menga qarang, siz qanaqa zamonda yashayapsiz? O'zingizcha shoirona gaplaringiz bilan meni hayratda qoldirmoqchi bo'ldingizmi? Yo'q, unaqa emas. Men shunchaki ichimdagi gaplarni aytgandim. Ichingiz ham rosa dardga to'lib ketgan ekan-a? Uzr, men shoshayotgandim.
ey shirin to'xtang, shoshmasangizchi. Alo, Zumrad, Labbay dada. qizim, Labbay eshitaman dada, gapiring. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? ha qizim tinchlik. Hozir uyg'ongandim, qarasam yonimda yo'qsan. Nima ishga ketdingmi? Yo'q dada, ishdamasman. Ko'chaga chiqqandim. Hozir boraman. Hammasi joyidami? O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, men yaxshiman qizim. Shunchaki sendan xavotir olib qo'ng'iroq qilayotgandim-da. Biror narsa kerakmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Nega o'zing ertalabdan ko'chaga chiqib ketding? Haligi dorixonaga chiqqan edim. Ha, shunaqami? Zumrad, sen haligi doktor aytgan hamma dorilarni ham olib yurmagin, xo'pmi? Nimaga olmayman dada? Keragi yo'q, qizim. Ular kerak emas dorilarni ham yozishaveradi. Unaqa emas dada. Kerakli narsalarni yozishgan. Olmasak bo'lmaydi. Davolamasangiz bo'lmaydi. Ovora bo'lma, qizim. Baribir dorilarning foydasi bo'lmayapti-yu. Xo'p dada, keling shu mavzuda tortishmaylik. 10 daqiqada dorilarni olib uyga kiraman. Keyin birga nonushta qilamiz, xo'p? Xo'p, mayli qizim, ehtiyot. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mana bu dorilar sizda bormi? Ha, hammasi bor. Beraveraymi? Nech pul bo'lar ekan o'zi? Hozir hisoblab beraman. Umumiy hammasi 2 million 350 ming so'm bo'ladi. Beraveraymi? Xayrli kun, xo'jayin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Valijon aka, sizga necha marta aytganman, meni xo'jayin deb chaqirmang. Xo'jayin. Xo'jayinni xo'jayin demasdan nima deydi? Ismimni bilasiz-ku. Shunchaki Shohruh deb chaqiravering. Yo'q, uyat bo'ladi. Ha, nima gap? Kichik xo'jayin? Kayfiyatingiz yo'qroq? Yo'q. Kayfiyatim yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega tashqarida turibsiz? Shunchaki toza havoga chiqdim. Nimaga vahma qilib yuribsiz? Akbar aka ahvoli yaxshimi? Ha, yaxshi. Siz hozir uni deb yetib keldingizmi? Boshqa nimaga bo'lishi mumkin? Men kelmaysiz deb o'ylagandim. Xato o'ylabsiz. Men ba'zi birovlarga o'xshab qiyin vaziyatda yarim yo'lda tashab ketadiganlardan emasman. Oxiri baxayr bo'lsin-da. Ke, bir qoshiq yegin jon bolam. Bir qoshiq. Yo'q. Bitta yeb olgin. Yo'q, yeb ko'rgin jon bolam. Akbar aka. Samira. Nega ketib qolding? Meni tashlab ketdingmi? Sen meni tashlab ketmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, men shu yerdaman. O'zingiz yaxshimisiz? Yo'q, yaxshi emasman. Uyg'onsam yo'qsan. Qo'rqib ketdim. Men shunchaki ko'chaga chiqdim. Aldayapsan. Hamma seni uyga ketgan dedi. Unaqa emas. Mana qaytib keldim. Shu yerdaman. Rahmat Samira. Akbarjon, o'g'lim, juda oshirvording. Bunaqa xotin hammada ham bor. O'zingni bos. Nimaga tilla topganday hayajonlanasan? Tilla meni xotinim, oyi.
Nima qilyapsiz? Hech nima, ketyapman. Nima siz yo'lingizni topolmay qoldingizmi? Yo'q, nimaga? Unda nimaga meni orqamdan qolmasdan yuribsiz? Necha kun deganda o'zi zo'rg'a topdim sizni. Yana yo'qotib qo'yishni xohlamayman. Siz jinnimisiz? Bilmadim. Sizni ko'rgan kunimdan beri o'zimdan shubhalanib qoldim. Bas qiling maynavozchilikni. Nima? Men shu gaplaringizga ishonib erib ketadigan qizga o'xshaymanmi? O'zing bas qil. Nima men senga qizlarni alda o'yin qilib yuradigan yigitga o'xshaymanmi? Tushunmadim. Nimaga sensirayapsiz? Chunki jonimga tegib ketding. Namuncha bitta gapni tushunmaysan. Meni niyatim jiddiy deyapman. Odamga o'xshab bunday gaplashib olsa bo'ladimi sen bilan o'zi? Nimaga meni ko'rsang dushmanni ko'rgandek qochib ketaverasan? Men senga nima yomonlik qildim? Xullas, men senga uylanmoqchiman, Shirin. Bo'ldimi? Men hatto uyingga borib, akam bilan gaplashdim. Akam bilan? Ha, Doston akangni aytyapman. Sizni esingiz joyidami? Of, akamga nima dedingiz? Nima derdim? Akangga seni yaxshi ko'rishimni aytdim. Ey xudo, aniq tomi ketgan bu bolani. Hozir menga shu yetmay turuvdi o'zi. Bularni hammasi oilaviy psixmi deyman? Akam nima dedi deb so'rama deyman. Ey Shirin. Assalomu alaykum Doston aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xo'p, nima gaplar? Tinchlik? Haligi sizni... Ha. Nafosat? Ha, tinchlikmi? Militsiya xodimlari kelishdi. Xona so'rashyapti. Qanaqa xona? Negaligini aytishmadi. Qaysi xonang bo'sh? Men bilmayman. Chiqib Durdona opadan so'ra. Xona berishadi. Odamni ovora qilasizlar-da, boru. O'zi tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Yana shifoxonani militsiya bosdimi? Yo'q, Mendan hech narsani yashirmang. Gapiring, nima bo'ldi? Ishqilib, morgni tekshiramiz deyishmayaptimi? Yo'q. Muncha qo'rqasiz? Siz orqangizdan kelishmadi. Sal oldin avtohalokatga uchragan bir qizni olib kelishuvdi. O'sha bo'yicha kelishgan bo'lsa kerak. Xudoga shukr. Nega unaqa deysiz? Bechora qizning ahvoli og'ir. Unga emas. Xo'p, bo'pti, unda men ketdim. Shoshmang, Doston aka. Sizni bosh shifokor so'ragandi. Ikrom akammi? Ha, Ikrom aka. Xonalariga borar ekansiz. Xo'p, tinchlikmi? Bilmadim, menga hech narsa demadilar. Samira. Seni juda sog'inib ketdim. Xuddi ko'rmaganimga ancha bo'lganday. Hali hech qancha bo'lmadi-yu ketganimga. Tobi qochgan tundan boshlab hisoblasak, ancha bo'ldi. Bechora bolam shunga uzoq vaqt deyapti. Buni hech hayron qolarli joyi yo'q. Hozir o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Hech qayeringiz bezovta qilmayaptimi? Yo'q, yaxshiman. Endi og'rimayapti. Hammasi yaxshi. Sen kelding-ku. O'g'lim, balki endi ovqatingni yersan-a? Yo'q, qornim to'q. Samira, Rabiyajon, o'zingiz shuni ovqatlantiring. Ertalabdan beri tuz totgani yo'q. Umuman eplab bo'lmayapti. Xo'p bo'ladi, oyijon. Hozir ovqatlanamiz, to'g'rimi Akbar aka? Men bilan birga nonushta qilasizmi? Mayli. Nima pishirib bering, nima yegingiz kelyapti? Osh qilib bergin. Mayli, siz xohlagan ovqatni qilib beraman. Bu yana nima balo bo'ldi? Qanaqa balo? Nimani aytyapsiz? Ko'rmayapsanmi? Ukang xotinini sevib qopti. Usiz bir daqiqa ham tura olmayapti. Bunaqada oxiri nima bo'ladi? Buni nima yomon joyi bor? Qaytanga yaxshi emasmi? Yaxshi emas. Shu qiz bir umr ukangga qaraydi deb o'ylayapsanmi? Ertaga ketib qolsa, o'g'limni ahvoli kundan kunga yomonlashadi.
ishqilib o'zi insof bersin Samiraga. Bo'pti, yur. Yur, bularga xalaqit bermaylik. Dada, qayerdasiz? Dada? 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 Ha, qizim. Uf, Tinchlikmi? qo'rqitib yubordingiz-ku, dada. Nima qilyapsiz? Shunchaki suv ichgani chiqqandim. Yangi choy damlab oldingizga qo'yib ketganman-ku, turibdi-ku. Bolam. Shu choying jonga tegdi-ku. O'tiring. Bilmadim. Negadir muzdekina suv ichkim keldi. Ish qilib muzlatkichdan olmadingizmi? Bu nima qilganingiz? Axir doktor sizga yurma degan. Ha, bo'ldi qizim. O'sha doktorlarning gapini hadeb gapiraverma. O'zi o'sha doktor zotini yomon ko'rganim uchun ham shifoxonaga bormayapman. Sen bo'lsang har gapingda doktor deysan. Yomon ko'rasizmi, yaxshi ko'rasizmi? Ular bizni sog'lig'imizni o'ylab gapirishadi. Yotib ola qoling. Ya, biroz o'tiray qizim. Xo'p. Mana u dorini ichib oling. Oling. Nima bu? Dori? Nima? Doktor bir talay dori yozgan edi shekilli. Mana shuni ichsam tuzalar ekanmanmi? Hozir uyimizni tagidagi dorixonada u dorilar topilmadi. Keyinroq boshqa joydan borib topib kelaman. Ichib oling. Qo'y qizim. Bu dorilarni topganing bilan baribir pulimiz yetmaydi. Yaxshisi men davolanmayman. Davolanasiz. Qizim. Men baribir o'laman. Dada. Yana qayta bitta narsani takrorlayapsiz. Axir sizdan iltimos qilgandim-ku. Zumrad. Sen ham meni bir marotaba eshit. Bu kasallikning davosi yo'q, qizim. Men baribir o'laman. Shuning uchun seni qarzlarga botirib ketmay. Meni bilasan. Men faqat seni o'ylayapman. Assalomu alaykum Ikrom aka. Mumkinmi? Alaykum assalom. Ke. Xo'p. Chaqirtirgan ekansiz? Ha, chaqiruvdim. Bir ikki kun ishda bo'lmaganimga biroz ishli yig'ilib qolibdi. Unda band bo'lsangiz keyinroq kirishim mumkin. Yo'q. Deyarli bo'lib qoldim. Yaxshi. O'zi o'g'lingizni sog'lig'i yaxshimi? Ha, rahmat. Nega so'rayapsan? O'zim shunchaki hol so'radim. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam uzr. Yo'q, hammasi joyida. Ochiq sen bilan anchadan beri bir narsani gaplashaman deyatuvdim, hech vaqt bo'lmayotdi. O'tgan safar gap boshlaganingiz esimda. Mabodo gap Shirin haqida emasmi? Ha, Shirin haqida. Ish qilib tinchlikmi o'zi yoki undan biror bir xato o'tdimi? Yo'q. Xotirama hech qanaqa muammo yo'q. Men aksincha yaxshilik maqsadida muddaoga o'taylik. Men sendan Shirinni qo'lini so'ramoqchi edim. Shirinni qo'lini? Ha, Shirinni qo'lini. Men uni kelin qilmoqchiman.
Yaxshimisiz, singlim? Assalomu alaykum. Keling. Xo'sh, nima xizmat? Menga qizim Shirin kerak edi. Qizingiz? Siz o'tgan safar ham Shirinni so'rab kelgandingiz, a? Ha, esladingizmi? Eslashga esladim. Hozir nima dedingiz? Qizim dedingizmi? Haligi qizim tengida endi. Shunga qizim dedim. Menga uni chaqirib bera olasizmi? Opa, uzru bugun ishdamasdi. Nega axir? Ishlayaptimi o'zi? Ishlayapti. Faqat boshliqni uyida ishlayapti. Voy xudoyim-ey, endi qayerdan topsam ekan-a? Singlim, unda menga uni telefon raqamini bering. Uni telefon raqami menda yo'q. Hozir shoshmay tursiz, Doston akani chaqiraman. Ulardan olamiz raqamini. Doston Shirinning akasimi? Ha, o'sha. Faqat shu Doston bilmay qo'ya qolsin, iltimos sizdan. Nimaga? Endi shu akasiga bildirmasdan raqamini topib bering. Nahotki boshqa hech kimda raqami bo'lmasa? Axir shu yerda birga ishlaysizlar-ku. Qanaqa hamkasbsizlar o'zi? Nimadir qilib topib bering, iltimos. Bu 3-marta kelishim. Xo'p. Hozir topib kelaman. Biroz kutib turing shu yerda. Xo'p, rahmat. Xo'p. Men qara. Sen bu narsani boshqacha tushunma. Bu fikr meni miyamga yaqinda keldi. Shirinni uyimga borib, o'g'limni davolayotgani bunga umuman aloqasi yo'q. Shunchaki u meni oldimda anchadan beri ishlab yuribdi. Kuzatib yuribman, aqlli qiz. O'z kasbini ustasi. Men noto'g'ri tushunganim yo'q. To'g'risini aytsam, biroz hayratda qoldim. Ha, kutilmaganda birdan bunaqangi mavzuni ochdim. To'g'risi, ajablanishdan tashqari biroz xursand ham bo'ldim. Axir sizdek inson bizdek oddiy odamlarni teng ko'rgan ekan, bundan boshim osmonga yetdi. Bu nima degani? Hazillashyapsanmi? Men odamlarni mansabiga, nasabiga qarab ajratmayman. Uni ustiga sizlar ziyoli, tarbiyali oilasizlar. Seni onang ham ziyoli insonlar. Chunki oson emas bir oilada ikkita farzandni shifokor doktor qilib yetkazish bu oson ish emas. Rahmat. Doston. Labbay. Sen yana bir o'ylab ko'r. Istasang uyingdagilar bilan maslahatlashib ko'r. Xo'p desanglar, ertagayoq biz sovchilikka boramiz. Yo'q. Bunaqa shoshilmang. Men o'zim uydagilar bilan bafurcha gaplashib olay. Undan tashqari Shirinni ham ogohlantiray. Men Shiringa aytdim. Yo'q. Ha. Sen boshqacha tushunma, uzr. Men sizlarni o'zimga yaqin, o'z shogirdlarimdek ko'raman. Shuning uchun haddim sig'ib gapirdim. Hammasi joyida. Boshingiz aylanmayaptimi? Yo'q. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, rahmat. Biroz holsizdayman. Xonada ozgina dam olsam bo'ladimi? Unda xonaga Allo, oyi. Ha, o'g'lim, gapiravering, eshitaman. Hozir qayerdasiz? Men ko'chaga chiqdim. Tinchlikmi o'zi? Bezovta qilmadimmi? Yana bir ikkita qiladigan ishlarim bor-da, o'shanga tinchlikmi, nima bo'ldi? Gapira qol. Hozir gaplasha olasizmi? Sizga bir dahshatli yangiligim bor. Menga qara, dahshatli deganing yaxshimi, yomonmi? Menimcha yaxshi. Nima ekan, gapirchi? Hozirgina Ikrom akaning xonasidan chiqdim. Xo'sh. 3-4 kundan beri men bilan gaplashmoqchi bo'lib turgandi. Lekin hech ham to'g'ri kelmayotgandi. Xo'p, nima ekan? Bu odamning nima dardi bor ekan senda? Oyi, Ikrom aka siz bilan xudo bo'lmoqchi.
Nima? Qanaqasiga quda bo'ladi? Shunaqasiga. Uni qizi yo'q-ku? To'g'ri, uni qizi yo'q. U Shirinni kelin qilmoqchi. Men tushunmadim. Qanaqa qilib kelin qiladi Shirinni? Nima, anu kelini qochib ketibdimi majruhdan? Ha, anu nogironning xotinini aytyapsizmi? Ha? Yo'q, unaqa emas. Ular singlimni akamga olib berishmoqchi. Nima? Shohruxgami? Albatta, Shohrux akaga. Voy o'lmasam. Bu qanaqasi? Bu foydalansa bo'ladigan narsami? Foydalanish ham gapmi, oyi? Bu jekpotning o'zginasi-yu. Hali bundan shunaqangi foydalanamizki. Oyi, men sal turib qo'ng'iroq qilaman sizga. Nega, tinchmisan? Ha, keyinroq gaplashamiz. Xo'p. Xayrli kun. Yaxshimisiz? Bu yerlarga nima shamol uchirdi sizni? Meni doktorda ishim bor edi. O'shaning uchun kelgandim. Qaysi doktor? Ha, hoynahoy meni singlimda bo'lsa kerak, ha? Bilasizmi? Siz gapga tushunmaydigan, qaysar, telba insonsiz. Yoki men tushuntirishda bilmayapman. Gapirmaysizmi? Nima bo'lyapti o'zi? Yaxshi. Bugun hamma savollaringizga javob olasiz. Men bilan yuring. Tegmang menga. Men siz bilan hech qayerga bormayman. Yuraversangizchi. Bu mojarolarga nuqta qo'yaylik. Yo'q, men siz bilan hech qayerga bormayman. Nima? Qo'rqyapsizmi? Menga qo'lingizni tekkizmang. Yana tekkizsangiz, militsiya chaqiraman. Sizga nima bo'lyapti o'zi, ha? O'zingizni bosib oling. Men shunchaki sizni singlim bilan ko'rishtirmoqchiman. Aldayapsiz. Shirin bu yerda emas. Hamshiralardan so'radim. Shirin bugun ishga kelmabdi. Hamshiralar nimani ham biladi. Yuring, u bilan gaplashib olasiz. Faqat meni oldimda gaplashasiz. Alohida emas. Istasangiz shu. Istamasangiz ketishingiz mumkin. Ha, qo'g'irchoq o'ynatardik-ku. O'sha qizman. Ha, Zumrad, yaxshimisiz? Bu qanaqa xona o'zi? Nimaga eshikni qulfladingiz? Aytib qo'yay. Menga qo'lingizni uchini tekkizsangiz, tug'ilganingizga pushaman yediraman. Kimni qo'lyapsan? Hech kimmi? Bu nima deganingiz? Aqlingizni yig'ing. Ahmoqlik qilmang. Bekorga qamalib ketasiz. Juda jiddiy masala deganingizga qaraganda, kelinlikka nomzodlar ko'payib ketdimi deyman. Kim chaqirsa yugurib ketyapsiz. Mana bu ko'zlaringdan ma'lum. Ha, o'sha qizni qidiryapti. To'g'risini aytsam, o'liklarni ko'rikdan o'tkazish menga juda ham yoqadi. Umr yo'ldoshimni tezroq topay deyapman. Meni ham mehribon xotinim bo'lsin, ovqatimni yedirsa, kiyimlarimni kiydirib qo'ysa. Hoziroq ko'chaga chiq deyapman senga. Nima, senga bu yer karvonsaroymi? Bu kimni murdasi ekanligini bilasizmi? Yo'q. Bu sizniki. Shu kecha kunduzda uylanib borishim kerak. Bo'lmasa bo'lmayapti.